Barcha o'zbek fuqarolari diqqatiga tezkor xabar e'lon qilindi. O'zgidromet tezkor xabar bilan chiqdi. Hurmatli tomoshabin, agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, video ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zgidromet 14-15 mart kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 7-9 daraja iliq, kunduz esa 18-20 daraja iliq atrofida bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechalari 2-7 daraja iliq, kunduz esa 15-20 daraja iliq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechalari 4-9 daraja iliq, kunduz kunlari esa 17-22 daraja iliq atrofida bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechalari 4-9 daraja iliq, kunduz kunlari esa 17-22 daraja iliq atrofida bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechalari 5-10 daraja iliq, kunduz esa 18-23 daraja iliq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechalari 4-9 daraja iliq, kunduz esa 17-22 daraja iliq atrofida bo'lishi prognoz qilinmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduz esa 10-15 daraja iliq atrofida bo'ladi. Ushbu xabarni tezda ob-havo ma'lumotini oldindan bilishni istaydigan tanishingizga yetkazib qo'ying. Biz sizga taqdim etganimiz 14-15 mart kunlaridagi ob-havo ma'lumoti edi. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Uydan chiqishdan oldin ob-havo ma'lumotini birinchilardan bo'lish yodingizdan chiqarmang.